Agar uyingizda no frost tizimiga ega muzlatgich bo'lsa, bu rolik aynan siz uchun. Chunki hali ham ko'pchilik zamonaviy muzlatgichlardan xuddi eski avlod muzlatgichlari kabi foydalanadi. Vaholanki texnologiyalar allaqachon o'zgarib ketgan. Masalan, avvalgi muzlatgichlarni eslaysizmi? Vaqti bilan muz qatlami hosil bo'lardi. Keyin uni o'chirish kerak, keyin muzlar erishi kerak, tagiga latta tashlash kerak. Yarim kun shu bilan o'tardi. Bugungi no frost texnologiyasi esa aynan shu muammoni hal qilish uchun yaratilgan. Bu tizim muz hosil bo'lishining oldini oladi. Shuning uchun muzlatgichni tez muzdan tushirishga ehtiyoj qolmaydi. Yana bir qiziq holat, ko'pchilik hali ham mahsulotlarni muzlatgich ichiga juda zich qilib joylashtiradi. Chunki eski modellarda hamma narsani bir joyga yig'ib qo'yishga o'rganib qolishgan. Lekin no frost tizimi havo aylanishi orqali ishlaydi. Agar mahsulotlar havo yo'llarini to'sib qo'ysa, sovutish samarasi pasayishi mumkin. Shuning uchun ba'zan ozgina bo'sh joy qoldirish ham foydali. Yana bir eski odat, muzlatgich eshigini uzoq vaqt ochiq qoldirish. Avvalgi modellarda bu katta muammo emasdek tuyulardi. Bugungi zamonaviy muzlatgichlarda esa haroratni barqaror saqlash muhim hisoblanadi. Shuning uchun kerakli mahsulotni olib, eshigini yopish yaxshi odat hisoblanadi. Ko'pchilik yana bir narsani bilmaydi. No frost muzlatgichlarida sovuq havo butun kamera bo'ylab aylanadi. Shu sababli harorat ancha bir xil taqsimlanadi. Natijada mahsulotlar uzoqroq saqlanishi mumkin. Bu esa avvalgi avlod muzlatgichlariga nisbatan katta ustunlik hisoblanadi. Yana bir muhim jihat, eski muzlatgichlarda ba'zan mahsulotlar muzlab qolardi, ayniqsa orqa devorga yaqin joylashtirilgan mahsulotlar. No frost texnologiyasida esa harorat ancha muvozanatli hisoblanadi. Bu mahsulotlarning sifatiga ham ijobiy ta'sir qiladi, lekin zamonaviy texnologiya bor ekan deb parvarishni unutish kerak emas. Muzlatgichni vaqti bilan tozalash, mahsulotlarni tartib bilan joylashtirish va havo aylanishi uchun ozgina joy qoldirish kabi oddiy qoidalar ham hali ham muhimligicha qolmoqda. Xulosa qilib aytganda, no frost muzlatgichlari shunchaki yangi model emas. Bu qulaylik, vaqtni tejash va mahsulotlarni yanada samarali saqlash imkoniyatidir. Eng muhimi, bugungi muzlatgichlar kechagi muzlatgichlar emas. Shuning uchun ulardan foydalanish odatlarini ham zamon bilan yangilash vaqti keldi. Ideal no frost muzlatgichlari zamonaviy texnologiya, qulay foydalanish va har kuni ishonchli sovutish uchun yaratilgan. Ideal sifat va ishonchlilik kafolati.